Boshladik. Yozib boshladim. Demak, Ha, boshlandi. reportaj voqea joyidan xabar berish. Ya'ni biz biron bir ma'lumotlarni olamiz, muxbir sifatida biron bir voqea sodir bo'ldi, avtohalokat, boshqa narsa, o'sha joyni o'ziga borib turib o'rganishimiz, bu o'sha joyda o'zidan xabar berishimiz reportaj hisoblanadi. Reportaj shuning uchun kerak bo'ladi va reportajni tayyorlaydiganlar muxbir ham, reportyor ham deyiladi. Xo'p, reportaj nima? Reportaj so'zi inglizchadan olingan bo'lib, xabar bermoq, xabardor qilmoq degan ma'noni anglatadi. Asosan informatsion dasturlarda ishlatiladi va bu informatsion dasturlarda material sifatida yoritiladi. Hozirgi paytda mobil jurnalistika ehtiyoj oshgan. Nimaga deganda, kamerachi, montajyor va boshqa narsalarni o'zi bo'lishi uchun mobil holatda ham bemalol reportaj tayyorlasa bo'ladi. Va bu narsalarga ehtiyoj qolmagan desak ham bo'ladi qaysi jihatdan. Xo'p, reportaj tayyorlanishiga ko'ra 3 turga bo'linadi. Ya'ni biz tarqatish usuliga ko'ra biz foto reportaj tayyorlab tarqatishimiz mumkin, audio reportaj va video reportaj. Video reportaj ham mobilniy hamda professional reportaj turlariga bo'linadi. Xo'p, reportajdan ko'zlangan maqsad qisqa va lo'nda qilib aniq xabarlarni yetkazish bo'ladi va shuning uchun bir qancha yana turlarga bo'linadi. Materialning tayyorlanish uslubiga ko'ra, janrlarga ko'ra biz voqeaband reportajlar, ijodiy reportajlar va tanqidiy reportajlarga bo'lamiz. Voqeaband reportajda sodir bo'lgan voqea hodisani xronologik shaklda, ya'ni o'sha yerni o'zida ketma-ketlikda tezda yetkazish bu voqeaband reportaj hisoblanadi. Ijodiy reportajlar jurnalistlarning shaxsiy qarashlari va badiiy uslublar bilan boyitilgan reportajlar. Voqeani tahliliy shaxsiy fikr bilan va o'zi badiiy yondashib, ko'proq ijodiy shakllantirilishi ijodiy reportajlar deyiladi. Tanqidiy tahliliy reportajlar esa muammolarni ko'rsatib, tahlil qilib, ularga yechim taklif qiladigan reportaj turlariga tanqidiy tahliliy reportajlar deyiladi. Xo'p, reportaj bilishimiz kerakki, asosan 4 ta asosiy qismdan iborat. Intervyu va sinxron deb yuritiladi. Reportaj to'laqonli biz yarim soatda intervyu olmaymiz va biz undan kerakli joyini qilib olishimiz sinxron deb ataladi. Va bu jarayonda eng birinchi o'rinda turadigan narsa to'g'ri savol bera olish va voqeadan kelib chiqqan holatda savol berish. Bu savollarga ham alohida to'xtalamiz, intervyu nima ekanligi va qanday bo'lishi va qanday savollar berilishiga. Xo'p, stand-up muxbirning o'sha kamera oldida turib gapirishi va voqeani jonli tarzda kuzatayotganligini bildirish uchun qilinadi odatda. Jarayonda o'zidan turib jonli tarzda yetkazish. Live biz masalan izohsiz shunchaki ovozli kadr orqali o'zimiz ko'rsatib berishimiz mumkin bo'lgan jarayon. Bunda qanday bo'ladi? Ikki kishi urushyapti. Urushayotgan paytda bir-birini so'kkan va boshqa narsalarni ko'rdingiz va odamlarning e'tiborini tortadigan qism va qanday bo'lganini siz izohlamasdan o'zi voqea ko'rsatib berganini siz ko'rsatib berdingiz. Bu deyarli 3 yoki 4 sekund, balki 5 sekund bo'lar. O'sha jarayonni o'zi voqeani tasvirlab beradi. Siz buyog'iga keyin o'zingizni kadrlaringiz bilan yoki matnlaringiz bilan, stand-upingiz bilan voqeaga chuqurroq yondashasiz. Masalan, avtohalokat bo'ldi, mashina urib ketgan jarayoni bor kadr. O'sha kadr birinchi ketdi-da, orqasidan sizni jarayonga nisbatan reportajingiz ketadi. Bu live ham qaysi jihatdan materialni to'ldirib beradigan va materialni siz izohlamaydigan qismi. O'zi kadrda o'zida izoh bor holat hisoblanadi. Kadr otomatni yoki bo'lmasam zakadr deb yuritiladi. Biz reportaj olib bo'lganimizdan keyin uni orqasiga matn yozamiz. Matnimizda masalan voqeada video lavhada yoki suratlar bilan to'ldirilgan og'zaki sharh, ya'ni siz tushuntirib, tahlil qilib qo'shimchalarni aytasiz. Masalan, stand-upda biz bugun deylik Osma ko'prikni ochish jarayonidamiz deb turib stand-up aytgansiz. Osma ko'prik mana bunaqa narsalar bilan qurilgan, mana bunaqa narsalar bo'lgan degan narsalar statistika, qo'shimcha ma'lumotlaringiz zakadrda ketadi. Tushunyapsizmi? Demak, zakadrda mana shu narsalar berishingiz mumkin ekan. Voqeani tasvirga olishga ahamiyat berish kerak bo'lgan jarayonlar bor va reportajda voqea
jonli tarzda tasvirga yetkazish kerak. Siz imkon qadar obrazli ifoda, ta'sirchanlik so'zlar bilan, o'xshatmalar bilan berishingiz auditoriyaning e'tiborini tortib, voqeani olib kira olishingiz juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun siz reportajda bu narsalarga ahamiyat berishingiz kerak. Xo'p, reportaj umuman olganda o'rtacha hisobda 1,5 daqiqadan 7-10 daqiqagacha bo'lishi ham mumkin, ba'zida soatlar bo'lishi mumkin. Lekin asosiysi, eng yaxshisi 1,5-2 daqiqa atrofida bo'lgan reportajlar foydali va saviyali bo'ladi. Nimaga 1,5-2 daqiqa deydigan bo'lsak, bugungi zamonda eng muhim hisoblanadi. Xo'p, reportajda oddiy misol keltiradigan bo'lsak, hozir xonangizdan ham reportaj tayyorlashingiz mumkin. Deylik, mana men bugun kvartirada bo'lib turibsiz va kvartirada aytasiz. Kvartiramiz bir xonali va bir xonada nechadir kishi yashaymiz. Va shkaf va boshqa narsa mavjud. Chiroqlarda uzilishlar bo'ladi, ba'zi boshqa narsalar bo'ladi deb turib qo'shimchalarni to'ldiryapsiz. Va intervyu olyapsiz kimdandir va kvartirada yashash sharoiti qanaqa, senga yoqadimi deb turib intervyu olgansiz va uni qo'shdingiz. Stand-up bilan ham o'zingiz ketyapsiz, kadrda nimalardir ketyapti, kvartira qayerda joylashganligini kadrda beryapsiz. Tushunyapsizmi? Bu demak, bu butun boshli xonadan o'zlari reportaj chiqarsa bo'lar ekan. Har qanday narsadan reportaj chiqarsa bo'ladi, faqatgina biz reportaj qila olishimiz kerak. Bu narsani shakllantirishimiz kerak. Deylik, istalgan narsadan reportaj qilish mumkin. Kutubxona. Kutubxonaga borib turib qanaqa reportaj qilinadi? Mavzuli reportaj qilish mumkin. Qilasiz, boryapsiz reportajda, shunday boryapsiz kutubxonadan. Kitob o'qib yurgan odamlarni olasiz va qo'lingiz bilan yoki bo'lmasam biron narsa bilan effektni tortishga harakat qilyapsiz. Qo'lingiz bilan bunday tinchlanish belgisi bor, ko'rsatish barmoq bilan labimizni yopishimiz. Birinchi o'shanda stand-up bilan mana tinchlaning. Nimaga? Chunki biz kutubxonadamiz. Bu yerda shovqin olish mumkin. Kimlardir ilm olish uchun kelgan deb turib stand-up boshlab oldingiz. Demak, qiziqarli qildingiz. Hozirgi kunda Uzjuk kutubxonasida mana shuncha kitoblar mavjud deb turib kadrda ketyapti. Sohaga oid kitoblar buncha, bunaqa kitoblar buncha deb turib oldingiz. Mutaxassis jurnalistlar hozirgi kunda deb turib savol beryapti. Savolda aytyapsizki, yana qanday kitoblar keltirilishi rejalashtirilgan, kitobxona yana qanchalik katta bo'lishi mumkin, kattalashtirish rejalashtirilganmi deb turib savol berasiz. U bir-birlarida aytib berdi. Ha yoki yo'q, yoki rejada bor deb turib bir-birlar aytib berdi. Biz yangi tizim o'rnatdik, boshqa narsalar aytib beradi. Demak, undan bo'ldingiz. Hozirgi kunda Uzjuk kutubxonasida necha kundir kutubxonadan foydalanish va boshqa narsalardan ishlatish imkoniyati mavjud. Deyapsiz va o'sha tarmoqli tizim o'rnatilganini aytdingiz va keyin kutubxonalarga o'tdingiz. Sizga qaysi biri qulay? Shu yerda o'qishmi yoki bo'lmasa olib ketib o'qishmi deb turib aytdingiz. Erta bir nechtasi kitob o'qiyapti, olib ketib o'qiyapti, izlanyapti. Ba'zi olib ketib o'qiyman, ba'zi shunaqa. Demak, 2-3 tadan odamni oldingiz. Bitta erkak kishidan, bitta yosh qizdan shunaqa qilib oldingiz. Kimdandir so'raysiz, qandaydir noqulayliklar bormi deganda, ba'zilar aytishi mumkin, olib ketish muddati juda ham qisqa, lekin boshqalar ham foydalanadi. Olib ketish muddatidan kimdir noligan bo'lsa, siz o'sha yerda to'ldirishingiz kerak. Ya'ni 5 kunda olib ketdi va qaytarib olib berish bu muddat qisqa deb aytadigan bo'lsa, siz tushunishingiz kerakki, o'sha jarayonda boshqalar ham foydalanishi kerak. Shuning uchun kitoblar 5 kunda o'rtacha beriladi deb turib, reportajingizni shunday qilib turib, oxirida kitob bilan yopib qo'yib turib yopib borsangiz bo'ladi. Mana sizga bitta reportaj ssenariysi. Tushundingizmi? Men kutubxonada misolida keltirib berdim. Hammasi bo'lyapti. Qarang, live o'quvchilarni o'qib yotgani, stand-up o'zingiz qo'lingiz bilan ishora qilib ko'rsatyapsiz, intervyu ketyapti. Tushunyapsizmi? Undan keyin esa nima ketyapti? Kadr ham bor, chunki ma'lumotlar fakt sifatida beryapsiz va oxirida yozyapsiz. Demak, mana shunday ko'rinishda reportaj berasiz ekan. Xo'p, savollar bormi reportaj bo'yicha? Yo'q, hozircha hammasi tushunarli.